sochlarni o'stirib, qalinlashtirib beradigan, sochlarga jilov beradigan maska retseptini o'rgatmoqchiman. Buni sochlarimga ishlatganimdan keyin sochlarim juda ham yaltirab, juda ham chiroyli bo'lgan. Hamma so'ragan, qanaqa shampunda yuvdingiz deb. Lekin men mana shu maskadan foydalangan edim. Mana shuni sizlarga ham o'rgatmoqchiman. Buning uchun bizga kofe kerak bo'ladi. Kofe xohlagan kofengiz. Menda Nescafe Gold bor ekan, mana shundan foydalandim. Buni 1 choy qoshig'ini idishga olib sovolamiz. Ya'ni 1 choy qoshiq yetadi. Ko'p bo'lishi shart emas va ustidan o'zingiz foydalanadigan shampun. Qanaqa shampun ishlatsangiz, ana shu shampundan foydalaning. Men o'zim tayyorlaydigan, organik bo'lgan tabiiy shampundan foydalanaman har doim. Mana shu shampunga maska qildim. Kofeni ustiga shampunni solib, ikkita massani yaxshilab aralashtiramiz. Kofelari o'zi shampunda erib ketishi kerak. Bir xil massa bo'lishi kerak. Mana yaxshilab shunaqa qilib aralashtiriladi va nam sochlarga qilinadi. Quruq sochga emas, nam sochga sochni ildizidan uchlarigacha yaxshilab surib chiqiladi. 15 minutlar turgandan keyin iliq suv bilan sochlar yuvib tashlanadi. Uje bittadayoq rezultat bilinadi. Sochlarni mayinlashtiradi. Haftada 3 marta ishlatiladigan bo'lsa, sochlarni o'stirib, qalinlashtirib beradi. Bittadayoq yaltiragan, jilovlangan sochlarga ega bo'lasizlar. Albatta foydalanib ko'ringlar. Retsept foydali bo'lgan bo'lsa, o'zingizlarga saqlab olinglar. Foydalanib ko'ringlar va like bosishni unutmanglar. Menga obuna bo'lib qo'yinglar. Bundan ham ko'proq qiziqarli retseptlarni o'tkazib yubormaslik uchun.